Oh! Zo'r-ku bu. Gilamni ham shunday yuvib qurtasizlar nasib bo'lsa. Ibi. Qadrli peshko'liklar, Zandanida ishonch gilam yuvish xizmati borligini bilarmidingiz? Bilmasangiz jiddiy xato. Videoni oxirigacha ko'ring. Eng so'nggi texnologiyalar asosida gilam yuvish markazi o'z ishini boshladi. Ishonch gilam yuvish markazida 3000 оборотda ishlaydigan mana shunaqa sentrifuga, bunaqasi peshkuda bo'lmagan. Kelaverasizlar. Birorta gilam yuvadigan markaz sizga ko'rpachangiz yuvib berganmi? Bera ko'rpachalarni ham chotki qilib, yangiday qilib yuvib berishadi. Bu yerda gilamlaringiz turiga qarab har xil kimyoviy vositalardan foydalaniladi. Men Afshonadanman, Zandani qira. U gilamni qanday aytaman deb o'tirish shart emas. Aka, quyidagi raqamlarga shunday telefon qilasiz. Bularning o'zlari borib uyingizdan gilamlarni olib, 3 kun ichida yuvib, tayyorlab, qaytarib etib berishadi. Agar 3 kunda ulgurmasa, barcha xizmatlarni bepul amalga oshiradi. To'g'jon, hammaga mullajaringa qiziq. Peshkida bunaqa narx yo'q. Kvadrat metr 10 ming so'm. 3 ta gilam bersangiz yana bera, bonusiga yuvish gellarini bepul berishadi.